La 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 la. Osh, mana buni bunday qotirib qo'ysak, voy endi mana bu bulutlarni ana xolos. Bo'ldi, bitta bunker ham. Barcha-barchaga salom topdiring. Mana buni yechib olay. Mazza. Barcha-barchaga salom. Sizlar bilan men Husan. Minecraft bizning yangi videomizga xush kelibsiz. Bola skinimni almashtiribdi deb o'ylamanglar. Prosta nimagadir skinimni qo'ysam, shu skin bo'lib qoldi. Menimcha to'g'rilash kulgimadim va shunga shu bo'yicha videolar oldim. Qarich, olaverdim. Qarich gapira olmayman. Bola qarich mana bu bunkerda ko'raylik ichini. Wow, ochilishlar. Sivda bunker emas, bu siv. Ko'ryapsizlar, bu atom bomba tushsa ham buzilmaydi. Hech qachon bu buzilmaydi. Juda ham kuchli bunkerlardan biri. Buni ichiga nimaga qilding deyotgan bo'lsanglar, короче, ona atlamasda, короче, omborxonada oltinlar va almazlar, izimrudlar ko'payib ketgan deylar. Короче, o'shunga izimrudlar ko'payib ketgani uchun va bilmayman, o'zini o'zi yo'qolish boshlayapti. Kimdir o'g'irlab ketadi yoki kimdir ishlatib qo'yadi. O'shunga safe'da ko'rdim. Buni hech kim ocha olmaydi agar buni qulflab qo'yilsa. Va bu safe juda ham kuchli. Atom bombami nimadir tushsa ham hech qachon buzilmaydi. Ashi kuchli. Hech qanday ishonmasanglar bo'ldi. Qarchi ishonmay, bilmadim. Qarchi lekin ancha kuchli edi. Safety men buni qurishim uchun 1 oy vaqtim ketdi. Shu safety qurish uchun o'ylayveringlar bo'l. 1 oy o'ylayveringlar, 1 oy. Короче, shular qanday safe'ga undan 0 dan 10 gacha baho beramiz. U bola juda ham kuchli. Husoboy, buni yerda nima qilyapsan? Nima bu? Salom mer, yaxshimisizlar qishloqlar? Ha, salom, bu nima bo'ldi? Ha, короче, bilasan, omborxonada almazlar, izimrudlar ko'payib ketgan va kimdir o'g'irlayapti. Ba'zi qishloqlar yoki qandaydir odamlar, o'yinchilar ya'ni. Ha, to'g'ri aytasan. Va o'shunga men katta seyf ko'rdim. Ko'ryapsizmi ichini? Xo'p, lekin bitta yomon yangilik bor. Qanaqa yomon yangilik? Xabar pulni remont ishlatorganmiz-ku axir. Eslamaysan, qaniki kuni remont qilayotgandik-ku. Nima? Men shuncha 1 oy vaqtim ketgan bilasizmi bunga qurishimga? Uzr, lekin buni aytaman-ku. Kompyuterlarni remont ishlatganmiz, bilasan, unaqa bo'lib remontga ketib qoldi. Va birekda qishloqlar ishlatdi. Axir buni biz ham ishlatishimiz kerak-ku. Tura olmaydik-ku axir. Men shuncha 1 oy qurganim. Qarorchi bilmadik. Ber. Nima bo'ldi? Hozirda shahardan keldim. Hozir bizning qishlog'imizga juda ham katta meteorit qulaydi ekan. Nima? To'da. Qishloq nima deyapsan? Hozir bizning qishlog'imizga juda ham katta meteorit qulaydi ekan. O'z quloqlarim bilan eshitdim. O'shga yo'qirib keldim, ya'ni taksida keldim. Nima? Hozirroq hamma o'ziga bunker ko'rsin. Yo'q, aytgancha meni bunkerim bor, hamma meni bunkerimga. Men ham iltimos. Afsuski, bu qishloqlarga yetadi, senga joy yo'qdim. Mayli, qochinglar, hozir qochinglar. Bola eshitdinglarmi nima? Juda ham katta meteorit kelarmish. Bola, hozirroq men bir narsa qilmasam bo'lmaydi. Hozirroq bir narsa qilishim kerak. Nima qilsam bo'ladi? Maya buku yer tagiga kirib olaman. Yo'q, qanaqa yer tagiga? Agar portlasa yer tagiga ham yo'q bo'ladi-ku. Nima qilaman? Hozir mana bu narsalarimni yo'qotishim kerak. Qayerdan endi nima qilishim mumkin? Hozir izimrudlarni olaman. Hozir mana buni buzaman.
Nima qilsam bo'ladi? Qayoqqa boraman? Qochish kerak, hozir qochish kerak. Qayoqqa qochaman? Ulgurmayman. Hozir portlash ekan. Ah, to'xtang. Axir menda juda ham katta seyf. Aytdim-a, to'g'rimi bola? Bu atom bombaga ham chidaydigan seyf. Demak, buni ichida men qolsam bo'ladi. Xo'sh, hozirroq hamma narsalarimni yig'ib kelaman. Mana buni yo'qotaman. Ketdik. Mana hamma yo'lda oldim bola. Короче, o'zimga kerakli bo'ladigandan bunkerdan oldim. Endi biz qo'yishni boshlaymiz. Hozircha pollarda mana bu men qo'yib chiqamiz. Chotki, chiroyli bo'lib turadi. Balo bormi bu yoqqa qo'ygan? Hop. Ana, chotki, to'ta. Mana buni buzib tashlash kerak. Bo'lar ekan, mana bunday qilsak va bu yoqqa ehtiyot shart. Mana bularni qo'yib qo'yaman. Sababi, bilasizlar bola, atom bomba unaqa haligi meteorit tushgandan keyin bilmadim nimalar bo'lib ketadi hali. Shunga ehtiyot shart, balki virus tarqalishi mumkin uning ichidan. O'shunga ehtimol shart, bu ancha chidamlik va shuni atay qo'yib qo'ydim va bizga svet o'qib va signalizatsiya. Короче, bu hamma uylarda va hamma joyda bo'lishi kerak. Agar qayerdadir yong'in chiqsa, albatta bu signalizatsiya menga choladi va men chiqib ketaman. Masalan, uylarda hamma joyda bo'lishi shart. Kafemi qandaydir joy bo'lsa ham обязательно kerak va hozircha to'xtang. Menga divan kerak. Mana divanim bor-ku axir. Divan qo'yamiz. Hozir mana buni buzamiz. Nimaga qo'yib bo'lmayapti? Qo'yib bo'lmayapti. Uni tagini buzish kerakmi? Hozir mana buni buzib olaylik. Yo'q, qanaqa buzamiz? Mana buni qo'yish. Hozir mana bular to'g'rilab turaveraylikchi. Mana kerak bo'ladi. Bola ko'ryapsan, bola juda ham chidamli va bular mening o'zimning narsalarim. Ya'ni buzamiz va bu yerga qo'yamiz mana va mana. Endi esa mana buni buzib qo'yib ko'rishlik. Divan nimaga qo'yilmayapti? Xo'sh, hozircha bizga mana buni bunday qilib turib qo'yamiz. Короче, bu kompas. Kompas agar portlasa, men qayergadir bormoqchi bo'lsam, albatta kompasning orqasidan boraman. Kompas bizga juda ham kerak bo'ladi. Mana bularni hozir qo'yib turaman. Mana divan qo'yish kerak-da. Hozir bitta yo'lni qilib divan qo'yamiz. Videoni o'chirib turman. Mana bola divanni men eplab qo'yib oldim va mana bu yerga mana kitoblar va bu yerda обязательно menga juda ham kerak. Videoni olib turgani обязательно kerak bo'lgan notebookimni olib oldim va endi biz o'zimizga bironta mana buni olgandan nima keragi bor, lekin qanaqa rasm qo'ysa bo'ladi yoki hozir boshqacharoq. Bu tarafga emasmi? Ana yotib olib o'tiraveramiz-da, to'g'rimi? Bola bunki juda ham chiroyli chiqdi. Va ana endi 0 dan 10 gacha baho beringlar bola. Qarchi mana bu narsalarda suni hisoblaymiz. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham katta. Menga telefon kerak bo'ladi. Ko'ramdan iPhone edi. Buni nimaga oldim? Bizga mana bu kerak bo'ladimi? O'zi normalik qado ochiladi. Mayli. Hozirgina bizda hozircha telefonimiz bor. Bu bola mana bu aniq kuchlik. Ko'ryapsizlarmi? Nima bo'lyapti? O'sha meteorit tushishni boshlayaptimi?